Xo'sh, olib kelgan mebellarimizni tamomlab bo'ldik. Aytib o'tganimizdek, Samarqand shahar Motortga olib kelganmiz, yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. O'zi bu eng ko'p sotiladigan mebellarimizdan bittasi. Xo'sh, shkafdan boshlaydigan bo'lsak, shkafimiz 270, balandligi 217. Fasad qismi indif, korpus qismi laminatdan yasalgan. Mana bu tomon razmeri nisbatan kaltaroq, ya'ni custom razmerdagi kiyimlar ko'proq to'g'ri keladigan qilib yasalgan. 2 qavat bemalol taxlab qo'ysa bo'ladi. O'rta qismi polka, xohlovchilar uchun nima deydi, ikkita qismini polka o'rtasini vishilka ham qilib bera olamiz bemalol. O'rta qismlari polkada, eshiklari 100% vakuumda. Mana bu tomon razmeri uzunroq, nisbatan uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun nima deydi, bu tomon kelin tomon, bu tomon kuyov tomon desa ham bo'ladi. Xohlovchilar uchun o'rta qismiga menga oyna kerakmas degan klientlarga 6 ta eshik ham qilib bera olamiz. Rangi qaymoq jemshuk bo'lgan rangida 3-4 xilgacha tanlov bor. Divan 210 ga 170 matras razmer. Xohlovchilar uchun matras ham qo'yib beramiz. Bu paralon bo'lgan, mana stolchikning ustida o'shqagan 4-5 sm mashamka bo'ladi. Matras bo'ladigan bo'lsa, ortopedический matras $100 gacha raznica qiladi. Tremosi 150, balandligi 190. Ikki tomonda polkalari bor variantda. Ko'plarda bo'lmaydi bu narsa. Bu ham 100% vakuumda. Tortmasi ham ancha keng ishlangan. Aytib o'tganimizdek, fasad, mana bu fasad oldi qism indifdan, yonbosh qism laminat, rossiyskiy laminatdan yasalgan. Xo'sh, zakaz uchun bemalol bizga bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. Zakaz olingandan keyin 2-3 kun davomida mebel olib borib o'rnatib beriladi. 150 km aytilgan narx ichida bo'ladi, qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Bizning adres Jizzax shahar 95 kodi 226 0404 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Bizda sexni o'ziga borib ham ko'rib, tanlab olishingiz nafaqat xohlovchilar uchun, mana bu xohlovchilar boshqa fason, kimgadir uyini razmerigacha mebel qildiraman desa ham yasab bera olamiz bemalol.